Guardiola Husanovga maqtov yog'dirdi. Uni Fulhamga qarshi tayyor dedi. Angliya Premyer Ligasida chempionlik yo'lida qadamlar har hafta yanada og'irlashib bormoqda. Arsenal 6 ochko bilan oldinga chiqib olgan bir paytda uni quvib kelayotgan Manchester City 26-turda o'z maydonida navbatdagi bahsni o'tkazadi. O'tgan turda Anfieldda Liverpoolni 2-1 hisobda mag'lub etgan Josep Guardiola jamoasi bu safar o'z muxlislari oldida Fulhamga qarshi maydonga tushadi. Bahs oldidan esa eng ko'p muhokama qilingan masala Liverpoolga qarshi o'yinda boshidan zarba olgan Abduqodir Husanovning ahvoli edi. Chunki ikkinchi bo'lim boshlarida Gianluigi Donnarumma bilan to'qnashuvdan keyin 21 yoshli markaziy himoyachi maydonni ertaroq tark etishga majbur bo'lgandi. Guardiola esa muxlislarini tinchlantirib qo'ydi. Husanov Fulhamga qarshi o'ynashga tayyor. City ustozi Abduqodirning tiklanishi yaxshi kechganini alohida ta'kidladi. Ayniqsa jamoada tajribali markaziy himoyachilar Ruben Dias va Joshko Guardiola yo'q paytda Husanovning qaytishi City uchun katta kuch bo'lgani sir emas. Yanvar oyi yakuniga ko'ra, u jamoasining eng yaxshi o'yinchisi deb topilgani ham buning yaqqol isboti. Husanov ancha yaxshi holatda va o'ynay oladi, dedi Manchester City bosh murabbiyi. Guardiolaga yana bir qiziq savol ham berildi. Husanovning ingliz tili qay darajada yaxshilanayotgani haqida. Pep esa odatdagidek yumorni ham qo'shib o'tdi. Tan olaman, Abduqodir hali ingliz tilida William Shakespearedek gapira olmaydi. Lekin uning tilni o'zlashtirishi tobora yaxshilanyapti. U bizni nimani xohlayotganimizni, gaplarimizni to'liq tushunadi. Bu holat har safar yanada yaxshi tomonga o'zgaryapti. Eng muhim jihat, Guardiola Husanov haqida faqat jismoniy kuch nuqtai nazaridan gapirmadi. U himoyachining aqlli, chuqur fikrlaydigan futbolchi ekanini alohida urg'uladi. Pepning ta'kidlashicha, ko'pchilik Husanovni kuchli va tez deb biladi. Ammo uning o'yinni o'qishi, vaziyatni oldindan his qilishi, doim to'g'ri pozitsiyani tanlashi eng katta afzalliklardan biri. Husanov juda aqlli yigit. Odatda odamlar uni jismoniy tomondan juda kuchli va o'ta tezkor futbolchi deb bilishadi va uning chuqur fikrlay olishiga e'tibor berishmaydi. Aslida mutlaqo teskarisi. Uning tafakkuri kuchli ekanini doim to'g'ri pozitsiya tanlashi ko'rsatmoqda. Uning tezligi ham surat uchun surat emas. Pozitsiyani tez tiklab olishi, xavfli vaziyatlarda jamoani qutqarib qolishi bilan qimmat. Abduqodir haqiqatan juda tezkor. O'z pozitsiyalarini tiklab olish uning eng muhim fazilatlaridan biri. Lekin bu bilan cheklanib qolmaydi. Husanovga baho berishda adashmang. U aqlli futbolchi. Odatda bunday jismoniy kuchga ega o'yinchi atrofida nima bo'layotganini his qilmaydi. Barchasi faqat jismoniy holatiga bog'liq bo'ladi. Husanovda esa ikkalasi, kuch ham, aql ham bor. Shuningdek, to'p bilan o'ynash ham sezilarli darajada o'sib borayotgani aytildi. City murabbiylar shtabi uni yanada rivojlantirishga turtki beryapti va bu jarayon davom etadi. Guardiola hatto juda katta ishonch bilan quyidagi fikrni ham bildirib o'tdi. Husanov hali juda yosh, ochiq fikrli va u Cityda markaziy himoyada uzoq yillar o'ynaydigan futbolchiga aylanishi mumkin. Shuning uchun u to'p bilan o'ynashda ham yaxshilanyapti. Uni yanada rivojlantirishga urinyapmiz va u yana o'sadi. Bu yoshda u ochiq fikrli. Yaqinda aytganimdek, hozir Cityda markaziy himoyada juda ko'p yillar o'ynaydigan futbolchi bor, dedi Josep Guardiola. Manchester City Fulham uchrashuvi 11-fevraldan 12-fevralga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:30 da start oladi. Muxlislar esa bitta narsani kutyapti. Husanov maydonga chiqsa, Anfieldda yarim qolgan jang bu kecha davom etadi.